1616-yilda Sulton Ahmed I imkonsiz ishni qilishga buyurdi. Vazifa oddiy: Ayo Sofiyadan ham ulug'vorroq bir masjid qurishga buyurdi. Natijasi esa 4 asr davomida me'morchilarni hayratda qoldirgan paradoks bo'ldi. Bu masjid 6 ta minoraga ega. Faqat Makkadagi Al-Haram masjidi bu sharafga ega bo'lishi mumkin edi. Sulton Ahmedni bu an'anani buzishga nima majbur qildi? Javobi bo'lsa bitta: noto'g'ri eshitilgan so'zda yashiringan. Bitta so'z Istanbul osmonini abadiy o'zgartirgan xato bo'ldi. Biz hozir 1616-yilda qurilgan Sulton Ahmed masjidiga qarab kirib ketyapmiz. Tashqarisida hozir nariga rekonstruksiya ishlari bo'layotganligi sababli, ya'ni ta'mir bo'layotgan ekan. Atrofda lekin o'zlaring ko'rishlaring mumkin. 1616-yilda qurilgan 6 minorali yagona masjid. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bu masjidni ko'pchilik ko'k masjid deb ham bilishadi, chunki bu quyoshda tovlanadigan masjid. Ichkarida qurilish ishlari bo'layotganligi sababli menimcha kirish darvozalarini yopib qo'yishgan. Keyin masjid ichiga keladigan bo'lsalaring, bu yerga turistlar, keyin boshqalar ham kelganligi sababli o'zi chiroyli qilib masjidga kirish shartini ko'rsatib qo'ygan. Masjidga oyoq kiyim bilan kirish taqiqlanadi deyapti. Oyoq kiyimini ushlab ichkariga qo'yib keyin kiriladi. Keyin ayollarimiz yelkasi ochiq narsalarda kirish taqiqlanadi, avrati yopiq bo'lishi kerak. Keyin mono holatda ham kirish taqiqlanadi. Oyoq kiyimi bilan oyoq kiyimini ushlab keyin kirish kerak. Sulton Ahmed Mehmet agaga shunday dedi: menga oltin minorali masjid qur. Mehmet aga bo'ladigan bo'lsa bu so'zni noto'g'ri eshitadi. Ya'ni oltin rukchasiga oltin bo'ladigan bo'lsa u olti deb eshitadi. Birgina qilingan xato, birgina noto'g'ri eshitilgan so'z natijasida Makkadan ham ulug'vorroq masjid quriladi. Chunki o'sha paytdagi yagona masjid Al-Haram 6 ta minorali masjid bo'lgan. Buni eshitgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, Makkadan ham ulug'vorroq masjid qurildimi deyishgan. Shunda Sulton Ahmed bo'ladigan bo'lsa Makkadagi masjidga qo'shimcha minora qurishni buyuradi. Lekin Makkadagi masjid uni tan olmaydi. Xo'p, Sulton Ahmed masjidimiz bo'ladigan bo'lsa, har bir musulmonlar kelib ko'rishi shart bo'lgan eng chiroyli, eng go'zal va tarixiy jihatdan oladigan bo'lsa eng muhim masjidlardan bittasi hisoblanadi. Va bu tahoratxonalardan insonlar hozirgacha foydalanadi. Sulton Ahmed eng chiroyli, eng ajablanarli masjidlardan. Xo'p, keyingi manzilimiz bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh Hagia Sofiya bo'ladi.